O'zi boru, mana shunaqa videolarga xalqimiz ko'proq like bossa yaxshi bo'lardi. Puliga rostda kazim arziydigan Zeekr 9X, ko'pincha Zeekr X9 deb ataladi. Xitoyning Geely avtomobil kompaniyasiga qarashli Zeekr brendi tomonidan ishlab chiqarilgan lyuks segmentdagi avtomobil. U 2025-yilda bozorga chiqarilgan va Zeekrning eng kuchli texnologik jihatdan ilg'or modelidir. Dvigatel elektr tizimi plus gibrid kuch birligi. 2 litrli turbo benzin dvigateli plus 3 ta elektr motor. Elektrni o'zida 220 dan 380 km-gacha yurib beradi. Eng yoqimli tarafi umumiy kombinatsiyalantirilgan holatda 1200 dan 1500 km-gacha yurib beradi. Salonida Naim Premium audio sistema tizimi bilan jihozlangan. Britaniyalik Naim brendining audio tizimi bo'lib, u avval Bentley kabi lyuks avtomobillarda qo'llanilgan. 32 ta dinamik joylashtirilgan. Bu juda katta son bo'lib, musiqa va kino effektlarini aniq va chuqur yetkazadi. Aniq-tiniq maza qilib eshitasizlar. O'rindiqlar va komfort. Zero gravity, nol tortishish o'rindiqlar uzoq safarlarni juda qulay qiladi. Isitish, ventilyatsiya, massaj funksiyalari har bir qatorda yuqori darajada qo'llanilgan. Ikkinchi qator 180 gradusgacha aylantiriladi o'rindig'i va massaj bilan jihozlangan. Ya'ni o'tirib maza qilib massaj qabul qilsangiz ham bo'ladi. Multimedia va ekranlar. Markaziy ekranlar ko'plab funksiyalarni boshqaradi. Infotainment, navigatsiya, kamera va boshqalar. Orqa yo'lovchilar uchun ham mo'ljallangan ekranlar mavjud. Xullas, bir so'z bilan aytganda, haqiqiy komfort. Biz bu mashinani krugovoy tonirovka hamda laminatsiya xizmatlarini qilib bitirdik. O'zi boru, mana shunaqa videolarga xalqimiz ko'proq like bossa yaxshi bo'lardi. Endi noto'g'ri fikrlaydiganlar faqat soqqa uchun bu narsani talab qilishadi deb o'ylashligi mumkin, lekin unaqa emas. Qayoqdagi qalang'i, qasang'i, yoqimsiz, millatni zarariga xizmat qiladigan tarbiyasiz videolarga like bosilgandan ko'ra, mana shunaqa bizdagi tijoratni yurg'izadigan, xizmat ko'rsatadigan markazlarni yurg'izadigan, yaxshi to'g'ri ishlaydigan bolalarning videosiga like bosilishi juda ham zo'r bo'ladi. Chunki bizani komandamizda 30 ga yaqin odam ishlaydi va har bir bola oilada o'zini o'rni, mavqesi bor va vazifasi bor. Shu vazifani bajarishligi uchun ham videolarga like bosilsa, ko'p odam ko'rsa, ko'p odamga ulashilsa, bu juda ham katta foyda bo'ladi. Tonirovkasi zo'r chiqdi, laminatsiyasi zo'r chiqdi. Bu degani bunaqa mashinalar kelishsa, shunaqa premium segmentdagi mashinalarni ham ideal qilib ishini bitirib beramiz, xudo xohlasa. Katta gapirish yo'q, amalda ko'rsatib beramiz.